Şunu. Ha. Görsəndə mi ekran? Ekran göründü mü? Görsende de. Görsende de ama görsende. Hı hı. Mesela tez koşuyor benim. Hoş. Qara, nə bilənəm işləsəyiz boladı. Öyrəniş üçün. Bunun üçün. Flutter ikkita button, float action button'ı qo'yish. Qo'yish. Xato yozmadim. Sen? Dersəni belə xat qoyub tutsaq, açıq olaraq. Button istəyəni görəmiz bir dənə. Input, input, layout, painting, text, layout'ta. Buttons, widget, katalog, şuradan oluşu gerek buttonla. Float button, outline button, bir de şart koyuluşunu görüp alamız. Elevated button, bir de az kayıdan bulsak. Flutter'da floating action button qoşuş. Yine ikkita nimani shart qo'shamiz. Xo'sh, ikkitani qanday qo'shamiz deb so'raymiz. Qarang, ikkita button qanday qo'shamiz? Hozir bu yerda bizlar aytib beradi. Ikkita button shart qo'shishni. Xo'sh, navga kommentariy yozib o'tirsizlar. Kommentariy yozmanglardan, inshaalloh bilan giringlar. Adlarınızı yazın. Bitta floating action button qabul qiladi deydi. Hmm. Bu yerda floating action button'ni ikkitasini quyidagicha qo'shish mumkin. Row etib. Biza shuni floating action button emas, oddiy button etib
Oddiy battondan foydalanish. Bu yerda boyna button, elevated button degani bor. On pressed da gösterib o'tilgan. Endi bu yerda aynan qo'shamiz shuni. Floating action buttondan. Şurada aynan misol uchun bu centerda turibdi. Body'da bu floating action bu yanda turibdi. Column'un içi. Bunda column'da bir yerda center'ni içinde body'ni bir column. Bir hazır. Xo'sh, şu floating action button bir yerda joylashib bilgani uchun biz hozir bu yerga qo'sha olmayapmiz. Çünkü bu single parametrli element hisoblanadi. Center degan. Bu yerda biz shart qo'shamiz endi. Center'ning ichida child bu column floating action button bu yerda ko'rsatilgan. Xo'sh, bu yerda biza bu yerda biz hozir qo'yganlarimizni buttonga qo'yishimiz kerak. Buning uchun bu yerga button qo'shamiz tekstning yanına. Endi children'da text turibdi. Endi bu yerda ham text turibdi. Böyle tekstning o'rnina yanına elevated button qo'yamiz. Ya'ni knopka bu. Knopka. Buni o'chirib turaveramiz style'ni va buni kompilatsiya beramiz. Boshini. Compressor tayinbuni beramiz. Float action button'ni o'chirib tashimizdan. Endi bu yerda ikkita elevated button qo'yib beramiz. Bu yerda shu narsani aytish kerakki, Flutter'da asosan widgetlar scaffold degan klass içinde yazıladi. Scaffoldning içinde ne oladi? App bar, body degan narsalar bor. Bu nima bo'ladi? App bar bu application bo'limi, data qismi. Body bu mana shu tana qismi hisoblanadi. Va yana bu yerda alohida o'zi floating action button degan qism bor. Yana bu shu yerda joylashadi degan bu. Floating action button, ya'ni scaffoldda o'zi standart ko'rsatilgan. Shu yerda joylashishini bildirib beradi buni. Yani floating action button degani suzib yuruvchi, ya'ni joylashuv shu yerda qo'yilgan button degan ma'noni bildiradi. Endi bu yerda hozir men quyidagicha button qo'yib oldim. Buni adini qo'shish deb qo'yaman. Va yana bir button qo'shamiz. Buna yanına ayirish deb qo'yamiz. Va endi bu yerda hot reload degan funksiya bor. Shu chaqmoqni bosadigan bo'lsak, bu hot reload buni qo'shish ayirish deb yozdi. Yine bir yerda column degan narsa bor. Bu column degan narsa bu asosan shu bizlara ustun qilib beradi. Navolan qator ustun qilib beradi elementlarni. Yonma-yon joylashtirib beradi. Ustun qilib joylashtirib beradi elementlarni. Xo'sh, endi shu yerda biza nima qilishimiz kerak? Hozir shuni onPressed degan funksiyasini bir dena increment counter degan berilgan. Shuni biza bu yerga kelib qo'yamiz. OnPressed. Yani bu qo'shish funksiyasi. Endi bunga esa
Decrement counter deganini ikkak koyamiz. Decrement counter. Ya'ni bu ayirish funksiyasi. Bu xotiraloqni bosib beramiz. Floating action button'ni bosmay turib, shurdayna nima qilishni, tekstni, nimasini o'zgartirishni ko'rib o'tamiz shunda. Qo'shishni bosadan bo'lsam, mana qo'shib katta, ayirishni bossam, mana kamaytirib keltiradi. Buttonlarni ishlash prinsipi shunday. Hozir bu yerda floating action button ham shuni bajarib turibdi. Sababi floating action button ham bu yerda qo'shish funksiyasi bu yerda ko'rsatilgan. Yana aytib o'tganimdek, kodni tahlil qilib qaramaydi. Bu yerda stateless widget bu o'zi o'zgarmaydigan tekstlarni saqlaydigan class deganman. Bunda material design berilgan, material app, buni ichida title, theme, demo show check banner hamda form ishlatiladi. Formning ichida my homepage ishlatiladi. Bu my homepage asosan stateful widgetdan classda ishlatiladi. Sababi buni ichida o'zgaruvchi, ya'ni holatlarni, hodisalarni qo'yuvchi class hisoblanadi. Ya'ni UI ni o'zgartiradigan narsalar bor. Bularni sababi stateful widget asosan state'larni, ya'ni holatlarni, hodisalarni olib beradi bu. State'da ham hodisalar. Endi buni ichida state ichida create state, ya'ni hodisalarni yaratib beradi bu. Bu qanday hodisa bu? Oshirish, kamaytirish, ya'ni increment hamda decrement counter degan narsalarni yozib qo'ymayman bu yerda. My homepage state ichida increment hamda decrement degan narsa ishlatganman. Bu yerda set state degan funksiyaning ichida ishlaydi bular hammasi. Ya'ni hodisalar set state ichida ishlaydi. Va shu ishlagandan keyin bu yerda widget ichida build atib turib, ya'ni state ichida widget yasash mumkin. Ya'ni bu yerda bu tekstlarimiz bu narsalarimiz action bar ham shu yerda belgilangan. Ona title ham shu yerda belgilangan va body'ning ichida child ichida center degan narsa bor. Center shu markazda joylashtirib beradi bizlarga. Body'si body bu ishlarni qo'yib beradi. Body'da ichida center ishlatilgan. Center bu markazda qo'yib beradi. Onun ichida main axis alignment center desa shu markazda joylashib turadi hammasi. Bu onun ichida child bor. Child ichida column ishlatilgan. Column degani qatorma-qator joylashtiriladi degani. Xo'sh, buni row degan tushunchasi bor. Row degani bor. Hozir ishlatilgan bo'lsak, row bu yana imdattirib qo'yib beradi. Ba'zi bir sig'masini shunday ko'rsatadi bu ekran sig'moqchi. Bu columnda durarsin. Timati joylashadi shunday. Columnda dursa. Yana joylashdi. Xo'sh, bir ne yozib ko'ramiz endi. Row degan nima bo'ladi? Row degani ne yozib ko'ramiz o'zi shurda. Row ishlatib ko'ramiz. Rowning ichida children degani bor. Şurada main axis element'da üçüncü vəc qoşamız. Main axis element'da center koyamız ve şunun içinden koyup beramiz buna ikkisinden battılara. Ne xotiraloq işlətamiz. Bu ikisi yanmayan duruşu gerek mən indi. Knop yine koşuş ayrış yine yanmayan durdu. Koşuş bir de yine ayrış bir de. Sized box width'ına 10.0 deb beramiz. Böyle virgül. Yani bu hazır ortada joy ajratib beradi o'zida. Yana joy qo'yib berdi. Sized box yine ortada joy qo'yib berdi bizga ko'rganimizdan. Yana joy ochib berdi. Böyle qo'shishni imlattirib chiroyli qilib yozishimiz kerak. Yana qo'shish, ayirish. Yana qo'shishni bossak, ayirishni bossak yana ma'qul tutdi, kamaytirdi. Bugungi o'tadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Yana battılarni shartli qo'shish, row va kolumnlarning vazifasini bajarishini ko'rib oldik. Savollaringiz bormi? Agar savollaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, darsimizni tugatmayman. Videolarni tashlab qo'yaman. Oraliq nazoratlarni, testlarni ishlashingiz kerak bo'ladi.